Assalomu alaykum hammalarga universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan ajoyib mazali uyda tayyorlanadigan lavash tayyorlaymiz. Boshqa lavash kanalimda bor, lekin bunisi umuman boshqacha. Birinchi ekranda ko'rib turgan mahsulotlarni tayyorlab olamiz. Videoni tagiga to'liq holda yozib qoldirishga harakat qilaman. Ko'rib turgan mahsulotinglar ketadi. Lavash xamiridan 3 ta katta xamirdan, 2 ta kichkina xamirdan foydalandim. Birinchi qiladigan ishimiz go'shtimizni yupqa parra qilib to'g'ri olamiz. Keyin yana 2-3 ta bo'laklarga kesamiz. Agar go'shtni juda ham mayda qilib yuborsanglar, lavash ichida ko'rinmay yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun sal yirikroq yupqa qilib to'g'rasanglar, go'shtlari unchalik ezilib ketmaydi. Piyozimizni ham parra qilib, o'rtacha qilib to'g'rab olamiz. Juda ham mayda ham, katta ham to'g'rash kerak emas. O'rtacha qilib to'g'raymiz. 2 ta piyoz solamiz. Piyoz bilan juda ham mazali chiqadi. Suvli bo'lib, tovamizga yog' solib, go'shtimizni qovurishni boshlaymiz. Go'shtni lahm joyidan ishlatganinglar ma'qul. Ustini ozgina yopib, dimlab pishiramiz go'shtni tezroq pishishi uchun. Ozgina men qalampir kukunidan soldim. Ketidan piyoz solamiz. Tuz solamiz. Tuz va qalampir ham tabiiyligiga qarab solasizlar. Agar qalampir xohlamasanglar solmasligingiz mumkin, lekin ozgina achchiqroq bo'lsa juda ham mazali bo'ladi. Yarim stakan suv solib, pishgunicha dimlab qo'yamiz. Past olovda. Endi bu yerda sabzavotlarimizni tayyorlab olamiz. Hamma sabzavotlarimizni parra shaklda to'g'raymiz, yupqa qilib. Men oq piyoz ishlatdim, yangi piyoz, juda ham mazali, shirin, achchiq emas, shuning uchun yuvmadim. Salat barglarini katta yirik qilib to'g'rab olamiz. Agar salat barg topa olmasanglar, oddiy yangi karomni baylardan mayda qilib to'g'rasanglar ham bo'ladi. Pomidorimizni ham parra qilib to'g'rab olamiz. O'rtasidan kesib tayyorlaymiz. Endi qatig'imizga tenga-teng mayonez solamiz. Ustidan qora murch, tuz solamiz. 4 ta chesnogimizni pressdan chiqarib solamiz yoki to'g'rab solishingiz ham mumkin. Yaxshilab aralashtiramiz, juda ham mazali sous hosil bo'ladi. Bu arada go'shtimiz pishgan, ozgina sovigan. Endi boyaga sousimizni lavash xamirimizga suramiz, qiyma qo'yadigan joyimizga. Birinchi salat barglarini terib olamiz. Endi go'shtimizni qo'yib chiqamiz. Go'sht juda ham qaynoq bo'lishi kerak emas, xamirni eritib yoradi. Iliqroq yoki sovuqroq bo'lishi kerak. Ustidan oq piyozimizni qo'yamiz. Pomidorlarimizni terib chiqamiz ustiga. Bodring. Hamma mahsulotlarimizni ketma-ketlikda teramiz. Ustidan ketchup quyib chiqamiz. Ketchupi juda ham ko'p, kam bo'lib ketmasin, bo'lsa uyib ketadi. Yaxshilab zich qilib o'rab olamiz. Birinchi lavashimiz tayyor, idishga qo'yib turamiz. Keyingilarni ham xuddi shunaqa qilib hammasiga masalliqlarni ketma-ketlikda solib tayyorlab olamiz. Agar sizlarda yangi piyoz bo'lmasa, oddiy piyozimizni to'g'ragandan keyin yaxshilab yuvib, achchig'ini chiqarib tashlab, keyin solishingiz mumkin. Bo'lmasa lavash achchiq bo'lib qoladi. Menda yangi piyoz bo'lgani uchun yuvmadim. Xuddi shu 5 ta lavashga 2 ta pomidor, 2 ta bodring ketdi. Siz yana oilalarning katta kichigiga qarab tayyorlayverasizlar. Hamma lavashlarimizni xuddi shunaqa qilib tugib oldik. Endi tovamizni ozgina o'simlik yog' bilan yog'lab yoramiz. Qizib turgan tovamizga lavashlarimizni qo'yib, past olovda qizartirib olamiz. Ustini ham yana ozgina o'simlik yog' bilan yog'lab yoramiz. Juda ham ko'p emas, nomiga ozginagina yetadi. Qizargan tomonini o'girib, past tomonini qizartiramiz. Lavashlarimizni yonini ham qizartirib olamiz ozgina. Chunki ko'pincha ko'chalarda xarid qilib yeganimizda yonlari xamir bo'lib pishmay yotgan bo'ladi, uvol bo'ladi. Shuning uchun yonlarini qizartirib olamiz. Mana lavashimiz tayyor. Juda ham mazali, uyda tayyorlaganinglar baribir ishonchli, foydali bo'ladi. Mana ichlarini kesib ko'rsataman. Juda ham suvli bo'lib, mazali bo'lib chiqadi. Ichlari ham og'zingizda mazasi qoladi. Xuddi shu usulda tayyorlasanglar
judayam yeyishli. Fikr mulohazanglarni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.